Ka'batullahni aylandim tavob uchun. 7 marta sayda bo'ldim savob uchun. So'roq uchun, eng chiroyli javob uchun. Umra qildim sizga atab onajonim. Umra qildim sizga atab otajonim. Qabringizda farishtalar xush bo'lsin deb, do'zax ketib jannatlarga tusholsin deb, umra qildim sizga atab onajonim. Umra qildim sizga atab otajonim. Kimdir ota onasin olib yurar, yurolmasa aravachaga solib yurar. Farzandingiz ming alamda yig'lab turar. Umra qildim sizga atab onajonim. Umra qildim sizga atab otajonim. Mana biz ham umid bilan o'tganlarimizni ruhlarini shod etishlik uchun umra amallarini niyat qilib ehromga kirdik. Yengil qilsin, oson qilsin, dargohda qabul aylasin. Labbayk Allohumma labbayk.